Всем привет, men qadrli любимчиklarim. Bugun sizlar bilan birgalikda uy uborka qilamiz. 4 kundan beri uyim yig'ishtiralganim yo'q, ko'chada syomkalardan bo'shaganim yo'q, shuning uchun uyim bardak bo'lib ketgan, yuvilgan kirlarim hali ham sushalkada iliq turibdi. Eng yomon ko'rganim kiyim dazmollaganim yo'q. Bugun dazmollashim kerak, ertalabgacha bo'lsa ham. Yangi krossovka oldim, noskichalar oldim, maqtanib qo'ydim. Orada rosa 10 ga tushib stol ustini rosa tozaladim. O'zi ham uyim shunaqa bardak bo'lib ketibdi, yuraklarim siqilib ketdi boru. Sraz podakolnilarni artdim, pilisos qildim, pollarni borib parashogli suvda artib chiqdim, чтобы shirin hid kelib tursin uydan deb. Avtomat mashinani parashogda artganim uchun allergiyam qo'zib ketib, aksir urdim, tualetlarni ham tozalab yuvib chiqdim. Bilmadim nimagadir rosta domda tualet toza turishni yaxshi ko'raman, eshigi ochiq tursa mazza qilaman-da. Vannani ham tozaladim, uxudviy kosmetikalarimni chiroyli qilib terdim, parfumeriyalarni terdim, asal qilib vannani shunday kafillargacha artdim, chiroyli qilib artib, pilisos qilib, mana chiroyli qilib qo'ydim-da. Dushni ham keyin bo'lsa koridor tozalashni boshladim. Hali meni oldinda oshxona kutyapti, lekin oshxonani bu videoga qo'shganim yo'q, uni отдельный video qilib chiqaraman, chunki отдельный qilmasam bo'lmaydi, sig'may qolardi. Ham tozalab shipirdimda, sraz pollarni parashoglab artib, gilamlar soldimda, podezlar shipirib, o'sha parashogli suvimda podezlarni ham artib chiqdim. Podezlar ham shirin hid kelib tursin dedimda. Bu orada bo'lsa meni oshqozonim shunaqa qattiq og'riyotdi. Xonaga kirdimda, pardalarni yopaman desam, qarasam yomg'ir yog'ayotgan ekan, yopgim kelmadi. Charchab ham yotib uxlab oldim.